Salom do'stlar, sizlar bilan Prosta Dilesh. Biz 3-stigerda Dream League live'da ko'ramiz, yutamizmi? Agar yutsam like bosasizlar, bo'lmasa o'zlaring bilasizlar. Manchester City bilan tushdik. Normal komanda sostav ekan bu ham. Va o'yin boshlanmoqda. Biz boshlaymiz Dembele bilan. Sırada oy. Yetti. Xato qildim, uzr do'stlar. Xato. Oy, o'tyapti, lekin hozir urib keladimi? Mayli ko'ramiz. Oy, birinchi gol emas. Olmadi va bizning yaxshi o'yin. Yutishga harakat qilaman do'stlar. Tamam. Oy. Va biz zamin qolsak ham bo'ladi, bemalol. Bo'ldi, qilmadik, keyinroq qilamiz. Otsa ekan tezroq. Oy. Boshladi altdan to'pni. Kiritdi o'yinga. Can anyone get on the end of this one? Va birinchi golmi? Yo'q. Bo'lmaydi, zarba o'y. Pedri zarba berdi. Va Ali Courtois bizni boshlaydi. Tekan surib ketamiz. Sordi Vinicius o'y to'pni oldirib qo'ydi. Ketdi to'p bilan. Oy. Agar shu videomiz 500 ta like yig'sa, Iminov Dils yangiliklar kanalidagi odam bilan birga bir o'ynayman. He's shaping to shoot. Deyapti bu tomonga chap qanotdan suramizmi? O'ng qanotga tashlab berildi. Va Kylian Dembele uzr hayajonlanib ketdi. Dembele surdi, pas Kylianga zarba. Oy, birinchi golni urib oldik. Va 3-stigeramiz. Super gol bo'ldi bizlar. Kylian Mbappe'dan. O'zlarda tilim sibidan chiqib ketdi. Normal o'yinga deyapsiz siz. Bir yo'lga yutyapmiz. O'ldirib qo'ymasak bo'ldi. Oy, azizlar, ular ham Mbappe urib ketdi. Urushga harakat qilaman. Yana bir gol kerak. Ketyapti to'p. Oy, outga chiqib ketdi. To'p. Qirg'iziston prezidentiga ozroq vaqt qoldi. Andik oladimi to'pni yo olmaydimi? Andik qaytaradimi? Yo'q. Va bizga bir sekund vaqt qo'shib berdi. Normal bir ishda o'z nihoyasiga yetdi va biz albatta zamin qilib olishimiz kerak. O'yinchilarni boshqa o'yinchilar tushirishimiz kerak. Mana tushirdik. Keyin Iberichi Joao Felixlarni ham Fidalgo va o'yinni boshladik. Yana ikkinchidan boshlanmoqda do'stlar. Off we go then. The managers have had a chance to have a word with their players, and it's still anyone's game. He's got the ball at his feet. Yaxshi hujum qilyapti, lekin qaytardik biz. Albatta, qilmadi do'stlar. Aktiv bo'lib turasizlar shu kanalga. Prosta Dilesh. Ajoyib yangiliklar. Shunaqa shu kabi o'yinlar ham ketaveradi. Va biz 3-stigerdamiz. Bu juda ham qiyinroq. Sizlar necha stigerdangizni kommentariyada yozib ketasizlar. Oy. Qaytarib qoldi. The striker picks it up. Ularning hujumi. Kimlar bu? To get ahead in this game, they need to shut out the opposition. Well wide of the margin. Qiyshiq Nuno Mendes hujumga chiqib oldi.
Bu yoqqa ketyapmiz. Urush Their kerak. passing has been so accurate. Ketdi Kilian. Berichiz ekan. Can he get it on target? Voy, Rudiger shundoq qo'ydi The bizdan. scores are level, but they want to find a way through. Voy, oldirib qo'ydik. Yana Good o'zgarishlar. interception. Biz albatta gol uramiz. Qo'rqmanglar. Agar shu o'yinni yutsam, prosta like va obuna Still sizdan level. chiqmasin. Will both teams take that, or will one of them go for the Ketyapti. win? Kamida bir sekunda ursam ham bo'ladi. He's speeding ahead. Hali vaqt bor. Voy, oq qo'ydi. Uzr. Ular hujumni This is qila Haaland. oladimi? Albatta qila oladi. Lekin to'pni olib qo'yamiz biz. Qo'rqmanglar. Va Kurtua to'pni oldi. Agar birinchi yuzta bo'lsak, sizlarga qirib rakon kodini tashlayman. Fresh legs maybe the players are warming up. Kodni tashlayman, faqat aktiv bo'lib turasizlar. Va ketdi hujum qilamiz. Voy, Pass could have been better. Biz o'tamiz o'yinga kirganmiz. Uramizmi? Shu hujumni uramizmi? Yo'qmi? Zarba, mana gol azizlar. Omar Marmushkon bizni qutqarib ketyapti mag'lubiyatdan. 89-daqiqada. Ketdi. Voy, chetasak bo'ldi bu yog'iga. O'tishga harakat qilamiz. And there's the final whistle. It ends 2-1 today. Full time o'yin tugadi. O'z nihoyasiga yetdi va 3-ligaga yana bir g'alaba. Faqat aktiv bo'lib turinglar.